Kitap men uchun o'tgan kunlarni hikoya qilib beradigan bir mo'ysifat bo'y. Turmushimda, kasbimda, odamiyligimda to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi bir sirdosh do'st. Ko'zlarim namdalganda umid ishonch ato qiladigan, qaytadan kuldiradigan bir umoq sabiy. Shunga men hayotimda kitobdan ayrilmayman. Do'stim, sizchi? Har qitim yangi bir kitobni qo'limga olganimda o'zim uchun yangi bir ustoz ko'paygandek his qilaman. Kitob mening aqlimga aql qo'shib qolmasdan yolg'izligimda eng yaqin hamrohim. Safarda xudim mayakdek menga yo'l ko'rsatkichidir. Albatta, men bu kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Har kuni kech xizmatdan charchab qaytganimda bir parcha yaxshi kitob, qiynoq damlangan choydek shu omon g'orduqimni chiqarib, menga orom baxsh etdi. Аңлаватқаныңлар Мәркәзи Халық радио станциясының Бейжіңден беріп атқан программасы. Assalamu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anglatamiz. Oy qanday qilay, mening qizlarim nalada. Kimlarning qo'lida xo'rinib yurdi-qandu. Nima kunlarni ko'ryapti-qandu. Men har qaysini pek obdan bilaman. Chechini parqirtib tarashib olganing bilan insof yo'q senlarda. Onam meni, dadam meni. Nemishqa orzulabdiki. Mening bunda bo'larimni nemishqa o'ylamoqdiki. Bir necha kundan keyingi bir oqshimi hammamiz yana Turag'un buvoyning daraxti ostiga to'plashdik. Tog'dan bog'dan boshlangan paranglar oxiri yana ko'ni temi ustiga yo'tkaldi. Qosim doktor Gulchehrani oladigan bo'pti. Ikkisi Qashqarga boradi ekan. To'yni shu yerda qiladi ekan. Aytilim oladi ekan, o'rniga boshqa doktormi kelib bo'pti. Rost, Qosim doktor tunogin ko'rinmadi. Turag'un buvoy odatdan tashqari xushal. Ko'pchilikmi bu bir jup oshiq mashhuqning taqdirini o'zlari mushi daraxt tuvida hal qilishgandek yengillab qolgan. O'yonlarning ko'nglimi joyiga tushgan. Bu yerda faqat Niyoz daldushli xapa. Xopiliq uning go'shtlik yuzida, qilin kolpuqlarida, qiyshiq ko'zlarida shunchalik aniq ifodalanib turadiki, pong'ida yig'ilib yetadiganlikli qiladi. Oxir bir er kishi uning bilan chiqishishga boshladi. Niyoz, voy Niyozjon. Qashqarlik doğru bo'lib qolganmidi sana? Oldirma, shaharning tirnoq to'qtug'ida qizlardan ilib beramiz. Xushalliq va gumon oralashgan ajoyib hissiyotlar ilkida kishilar to'pidan ayrildim. Ajaba, hiliqa oqshimi mo'rmay o'ltirgan Qosim doktor rostilla. Voy tezroq bo'lsala, tursil deyman. Rostilla ketadigan bo'pti, ketdi ekan. Oltin tishliq cho'kanning ansiz ovozi qandoqdir yomonlik, g'alati tushlarim bilan orlashib ketgan edi. Ko'zimni zodila ocholmaydim. Bekmi qiynalib o'rnimdan turgan vaqtimda yotoqda toqatsizlangan cho'kandan boshqa odam qolmagan edi. Kishilar Orshon avtobusi to'xtaydigan maydonda emas, yanala do'ngdagi daraxt ostiga to'planishgan. Turag'un buvoymu hozisiga tayangan holda kishilar to'pi ichida. Men to'pqa qistilib kirib, ular ko'rsatgan tarafga qaradim. Üstü-üstiga qatlashgan pakar cho'qilarni bo'ylab ilgirlagan yilon bag'ri yo'lda so'mka ko'targan egiz bo'y er kishi bilan sutdek oq uzun ko'ylak kiygan ayol tez ketib boradi. Sahar shamili erning sochlarini,
ayolning nefis ko'ngligini uchratdi. Yo'lning tik tor yerlariga kelganda quvvatli qo'llarini uzitib ayolni yo'lib oladi. Hilidan hiliga ular pakar cho'qilar keynida ko'rinmay qoladi. Bir pasdan keyin erning sal cho'lgan sochlari, beshi, gavdasi, orqadan ayolning nozik qomati ko'rinadi. Shu yo'sinda birdan mengishgandan keyin yana g'oyib bo'ladi, paydo bo'ladi. Shuncha mengibmi orishang atrofidan cho'rgilab ketolmayotgandek ko'rinadi. Haras, ular nemishqa avtobusni saqlamagandi, deb ajablandim men xiylidan keyin hushimni yig'ib. Bugun yakshanba emasmi? Atiganda avtobus yo'q. Albatta saqlamaydi-da. Bu topda ularning ko'ziga yo'l ko'rinadimi? Belli, to'g'ri deysan. Shundoq, ko'yish deganning ko'zi qorug'u narsa. Ko'pchilik xiyligacha kulki chaqchaq qilishdi. Oxir birdan ishkidan tarqalishga boshlagan edi. Tuyuqsiz, yenimdala o'ntinsiz ketayotgan 6-chilik cho'kan yerga mokkida o'ltirdi-da, yuzini to'sib bo'ngrab yig'lashga boshladi. Ma'nim batti bu cholda. Menmi ketaman, bugunlik ketaman. Kishilar to'xtashdi. Orqasiga burilib tengirqishib qoldi. Ko'ngillaridan ayolga tasalli bo'lgudek so'z izlashdi. Kutilmaganda ayolning yig'isi yana kulkiga o'zgardi. U qo'lyog'liqi bilan og'zini to'sib elib, mo'rilarini titirtib, ich-ichidan qoqoqlab kulishga boshladi. Kirpiklarida bo'lsa, marvoyitdek ushoq tomchilar parqiraydi. Hangit ko'li mashhur ko'llardan emas. Uni xaritadan mutopqili bo'lmaydi. Ilgari u bo'kkida qo'mishliq. To'g'riqlikning o'ttirisida go'yo so'psizlik may to'shqizilib, insonlardan pinhon tutilgan zumrad qadahdek parqirab turadi. Uning o'ziga yarasha aholisi, mehmonlari bor edi. Har yili bahorda top-top yovi o'rdak, hangit, oqqu, bo'dinlar uning atrofiga uchib kelib, uvi selishadi. Muhabbatlashib bola chiqarishadi. So'psizlik ko'l yuzi jup-jup bo'lib o'sishib yurgan qushlar bilan to'ladi. Ularning ichida qo'ng'ir ranglik, oq qo'rsaqli hangitlar hammadan ko'p edi. Bu ko'lga yana 7-8 yoshlardagi o'moqqina ishga bolami keladi. Ular har xil shaklda pokus chiqarib o'zishni biladi. O'ynab harag'anda qirg'oqqa chiqib, oltindek tavlinib turadigan sapsariq qum ustida pak quyosh nuriga cho'milib yetishadi. O'g'il bolaning sog'lom, kunda kuyib qaraygan teni go'yo misdan qo'yilgan san'at buyumiga o'xshaydi. Pochoqlari uzun-uzun tub-tuz edi. Qizchaqning yuzlari yumaloqqina edi. Uning bir jup ko'zi yulduzdek chaqnab turadi. Keyin temir yo'l bu yop-yeshil tuzranglikni qop o'tiridan ikkiga bo'libdi. Poyezdning guldirlagan ovozi ko'ldagi qushlarni urkitadi. Shuningdan keyin hangit ko'liga biror hangit yoki yov o'rdak kelmaydigan bo'ldi. Ko'lning atrofidagi cheksiz tabiiy o'rmonlik tub-tuz sala etizlarga aylantirildi. Ko'l atrofiga yangidan ko'chib kelishga boshlagan ko'chmanlar bu yerning asrlardan buyanqi jimjitligini buzib tashladi. Dunyo o'zgarmoqda edi. O'g'il bola bilan qizchaqmi dunyodagi o'zgarishlardan chetda qolmadi. Qizchaqning oilasi shaharga ko'chib ketdi. O'g'il bola o'z mahallasidagi to'liqsiz o'tir maktabni bitkizib, Urumchiga o'qishga ketdi. Faqat bolalik vaqtlarining eng go'zal chog'lari bilan munosabatlik bo'lgan Hangit ko'li haqidagi aslamalar ularning qalbida shu paytda saqlanib qoldi. Havo tuyuqsiz o'zgardi. Helili supsuzlik parqirab turgan osmon hashpashdegicha qo'g'ishin rangini oldi. Osmonda tez uchib ketayotgan qushlarning ansiz qanot qiqishlari anglanadi. Bir jup qarlag'ach ko'l bo'yini bir agigandan keyin turilib tuvanga surilib kelayotgan qor bulutlarni ochmoq qanotlari bilan tilib osmonning qa'riga o'rlab ketdi. Yiroq bir yerdan bo'g'iq guldirmomi ovozi keldi.
Go'yo bu ovozning haydisidan osmon beti yirtilib, o't yolqinga to'lgan do'zax chala bo'lib ko'rinib qolgandek, osmonning qarida chiqilgan chaqmoq yer jahonni lop-lop qilib yo'ritdi. Tuyuqsiz ko'tarilgan shamol ko'l bo'yidagi majnun tog'larning shoxlarini har yon qayirib, suv yuzini qamchilashqa, qum to'pa, chavchatqalarni uchirtib kelib suvga tashlashga boshladi. Ko'l suvi chayqaladi. Havodan suv o'tlari bilan chirigan g'izongning, chang-to'zonning, qurumning purqi keladi. Hayal o'tmay, yomg'ir tomchilari shiddat bilan taraslashga boshladi. Atrofni birdilla nam to'pining kuchli hidi qoplab ketdi. Boydan beri ko'lda bahramon uzib yurgan bir erkak g'oz do'ng'oqlab qirg'oqqa chiqdi. Tol shexiga yo'linib turgan yo'chin ayolga Mağın qızıl çiğlik marjandek ko'zlarini tikib bir pas qarab turdi-da, eran yo'pirmiqi shakllik sap-seriq putlarini nam yerga shap-shap urib, chatqonliq orasiga kirib g'oyib bo'ldi. Men uzoqcha shu holatda turdim. Yomg'ir sochlarimni, bo'ynimni bo'ylab kiyimim ichiga oqatdi. Soch ham yomg'ir suvlaridan hosil bo'lgan qilin bir qavat parda ko'z oldimni to'sib olgan edi. Kuzlik paltoyim va oyoqlarim allaqachon chip-chip ho'l bo'lib ketgan edi. Go'yo hech narsani sezmagandek, qo'limdagi safar sumkasining uzun beg'ini barmoqlarimga yo'yganimcha ko'l suyiga tikilib qolgan edim. Ko'l suyi ig'ir hoziraydi, pushuldaydi. Qirg'oqni yengil siypab, qo'liqimga bolalik vaqtlarimdagi ma'nu tunish so'zlarni shivirlab, meni o'ziga chaqirdi. Onun her bir shavquni, shivirlishi ma'nu xuddi onamning tiniqlaridek tunish edi. O'zimni uning illiq quchqida, uning allaylashlari ostida son-sanoqsiz yeshil suv o'tlariga o'rilib yotgan holatda, ko'z chanoqlarimda, qovurg'alarim ostida beliqlar o'sishib yurgan holatda, gajdek oppoq iskelet holatida ko'z oldimga keltirdim. Barcha shodliqimni va hasratlarimni tushundigan osh ko'lda orom tepish. Uni oxirgi makonim qilish mening birdan bir orzuyim edi. Men ko'lga qarab mangdim, mengiyverdim. Putlarim bilan ko'l tegini silashtirib, sumkamning beg'i omburdak chirmib qisilib turgan qo'llarimni oldimga tutib, jazo maydoniga ketayotgan mahbusdek mangdim. Suv belimda, ko'krikimda, bo'yinlarimda shirqlaydi. Uzun o'tmay, yipakdek yumshoq qo'llarim bilan mangzimni, peshonamni silashga boshladi. Putlarim birdilla bo'shliqda laylab qoldi. Eg'iz burnimga bulduqlab suv kirishga boshladi. Alvida hayotlik. Alvida. Shu oxirgi daqiqada ko'z oldimda hayot porlab ko'rindi. Beshimdan kechirgan va kechirish oldida turgan nurg'un xushalliqlar. Chaqnab turgan quyosh, ko'p-ko'k osmon, yop-yeshil chimanlik. Yana nurg'un ko'rinishlar menga hayotning o'z vaqtida his qilib yetalmagan barliq go'zal, qimmatli taraflarini to'satdan mo'jizdek yo'rtib bergan edi. Xuddi hayotlik bilan momatlikning giralashgan yeridan, onaning o'lim oldidagi ochiq to'lg'oqlaridan yangi bir hayot operida bo'lganga o'xshash, shu oxirgi daqiqada mening vujudimda hayot suqugi to'lib toshgan. Hayotga tish tirnoqi bilan yepishgan yana bir ayol tirildi. U jon jahli bilan tirkishadi, bo'g'iq ovozda varqiraydi. Ajal oldidagi bo'rining huvlishiga o'xshaydigan bu ovoz yiroq-yiroqlarga ketadi. Ammo koinotda mushkul, ko'l o'tirisida jon talashayotgan tanho ayolli qolgandek edi. Tarozlab yig'iyotgan yomg'ir uni do'lqinlar orasiga ko'mib o'tmoqchi bo'lsa, avrishim suv o'tlari, uchisidagi kigizdek ig'irlashgan kiyimlari uni tagsiz, abadiy qorong'ulik qo'yniga tortadi. Bu qayer? Men bu yerga qandoq kelib qolgandiman? Men uyimdan ayrilg'ili 10 yil bo'ldimi yoki bir asr? Nima bo'lsa bo'lmamdi. Muhimi mantiqi hayot. Ana, quyosh porlab turdi. Deraza sirtidan qushlarning churuqlab sayrishi anglanadi. Bo'lundagi lunqiga tisilgan gullar nima degan chiroylik, xuddi rostdekla. Ah, hayotlik nima degan yaxshi.
uning insonga baxsh etgan tuyg'ulari naqadar qimmatlik. Ilgari o'sha burqturumliq ichida qandoqmi yashagandiman. Hayot menga ato qilgan barliq pok tuyg'ularimni, pok jismimni qandoqlarcha nobud qilgandiman. Men hayotimdagi u ishga har kishidan nafratlanaman. Ularning biri mening qonuniy erim, bolalarimning dadasi. U meni azobladi. Yana biri hayotimda tunji suygan kishim. Ammo halqiliq paytda u menga ikkimizning o'tirsida azaldan hech qanday ish bo'lgan emas, ham bo'lishimi mumkin emas, dedi. U bu so'zni qilchi qisilmay, yuz xotir qilibmi o'ltirmay, ajoyib bir ohangda dedi. Rostli hech qanday ish yo'qmi edi? 20 yildan buyon men faqat qo'rq qiyaldim. Ko'langining orqasidan yugurib yurdim. Hayotimdagi tunji eng o'tliq, eng shirin tuyg'ularimni osh ko'langiga bag'ishlamadimmi? Ah xudo. Odam 40 yoshga kirgandimi, aqlga to'lmasa ha? Poyezd guldirlab, ritmli taqildab, osmonga qo'yuq is purqirtib sharqqa ketib o'tadi. U ost poyezd edi. Vagonlar ozoda. U yer bu yerda o'ltirgan yoki butun bir o'rindiqni egilib yetib olgan kishilar cheliqatdi. Ularning to'lisi gulli qizil duxovi do'ppi kiygan mush atrofning dehqonlari bo'lib, vagonning bulungiga, yukdaq jihozlarga sumka va cho'ng kichik sevatlarni qo'yib qo'yishgan edi. Men har qaytim poyezdga chiqqanimda deriza oldida yalt-yut qilib uchqandek o'tib ketayotgan manzillarga qarab o'ltirishni yaxshi ko'rardim. Tushimda ko'rgandek chala bo'la tunish bu manzaralar yo'lg'unliq cho'llar, e'tizlar, dehqon uylari qalbimda qandaqdir tuyg'ularni uyg'otdi. Shuning bilan bir vaqtda bularning hammasi osmon, tog' daryolar bilan, poyezd chaqilarining taqildigan ovozi bilan ajoyib xushal-xuram, jo'shqin bir ritmni hosil qilgandek seziladi. Ko'zlarimga qushaq ko'mir uvoqlari kirib ketganiga, shamoldan bo'g'ilib nafas ololmay qolganimga qaramay, beshimni vagon derazasidan chiqarib oldim. Bir qitim bu ish uchun poyezd xizmatchisi meni tillabmi ketgan edi. O'sha qitimmu toza ko'nglimdagidek bir joyni tanlab o'ltirdim. Bir chaqda poyezd g'arqirab, qop-qorong'u tashmaga kirib keldi. Oldirab, derazani tushirib keynimga burilganimda, derqi chetdagi o'rinda o'ltirgan kelishgan bir yigitga ko'zim tushdi. U shu vaqtdagi moda bo'yicha harbiycha seriq ishton chopon, harbiycha shapka kiyib olgan edi. Qo'yuq, qop-qora sochlari uning shapkasi oldidan sirtqa chiqib, bug'doy o'nglik peshonasini qoplab turardi. Sal o'ngan kiyimlar uning baquvvat, yoshlik kuchi urib turgan kelishgan qaddi qomatini yoshirib qololmagan. Aksicha uningga yarashgan edi. U menga qaraydi. Men uningga qaraydim. Ko'zlarim uchrashgan dastlabki minutda men tonib oldim. Bu bolalik vaqtlarimdagi heliqi do'stim. Birlikda suvga cho'miladigan, qumliqda o'ynaydigan Yusuf edi. Men uning yigitlik vujudidan rasmiy qiz bo'lib yetilgan chaqlarimdan tortibla ko'z oldimga keltiradigan kishining simosini ko'rdim. Poyezd chaqlari ritmli taqildaydi. Mening kichkina yuragim odatdan tashqari do'pildab so'qatdi. U menga pat-pat qaraydi. Ko'zlarimiz helidan heliga uchrashib qoladi. Qizlar xili xos bir xil tuyg'un g'oyiviy ovoz uning meni yoqtirib qolganligini, men bilan tanishqisi, paranglashqisi borligini qo'lqimga yetkazdi. Yuzlarimning o'z ichida qizishayotganligini sezib, borgan sari o'ng'aysizlandim. Shuning bilan bir vaqtda ichimda uning meni tanib olishini. "Voy, sen Zuhra emasmi? Mana qara, qandoq uchrashib qoldik-a?" deb oldimga kelishini orzu qildim. Shuningdan keyin sirtqa qarashim xush yoqmadi. Sirtqa qarab o'ltirganda qilsam-u, ko'zlarim hech narsani ko'rmaydi. Quloqim hech narsani anglamaydi. Har qitim sirtdan beshimni elib yigit tarafga qaragan vaqtlarimda uning ko'zlarining chaqnab ketganligini, lavlarda paydo bo'lgan bilinar-bilinmas sirliq kulimsirashni boyqab qoldim. Bir chaqda dehqon sifat bir kishi yenimga kelib o'ltirdi. Yusuf
Әмді маңа он chiqarmay, uyoq bu yoqqa nazar tashlab, ko'ngilsiz esnab o'ltirdi. Orqadan kichik harbiychi sumkasini beshiga qo'yib, uzun o'rindiqqa so'zilib yotdi-da, hash-pash deguncha uyquga ketdi. Kech kirib vagon chiroqlari yondi. U uyg'onmadi. Yenimdagi odam yerim kechida yo'l bo'yidagi kichik bir bekatda tushib qoldi. Nemishqidir uyqum kelmadi. Vagonning silkinishiga agishib, bo'shikda yotgan bu vaqtdek belinar-belinmas silkinib uxlab yotgan Yusufdan ko'zimni olmadim. Bir ikki qitim neri tarafga o'tgan bo'lib, uning beshiga berib, uyquliq chiroyiga qarab oldim. Saharga yaqin beshim ig'irlashib, ko'zlarim yumilishga boshladi. Ammo yuragimda uyg'ongan yangicha shirin bir sezim uyqumni qochirib turardi. Poyezdning ritmli taqildishi xuddi tangdasiz go'zal naqshidek meni hayajonga solatdi. Men Yusufning yonida o'tkazgan 1 minutni uxlab o'tkazishga qiymaydim. Ana, mening Yusufim uyoq bu yoqqa o'rilib, put qo'llarini so'zishga boshladi. Ko'zlarini birdil yo'g'on ochdi. O'rnidan sakrab turib, tuyuqsiz bir ish esiga kelgandek shortida burilib menga qaradi. Chiroyida yana shu tonish tabassum jilvalandi. Sumkasidan lo'nga ilib, yuz yo'g'li ketib etib, mening yonimda to'xtadi. Men sizni texnik kechida tushib qolarmikin degan edim. Qaraganda yo'limiz bir o'xshaydi, a? Yo'limiz albatta bir. Men sizni taniyman, dedim ishonch bilan va uning meni tanib olishini umid qilib ko'zlariga qaradim. Ammo u meni tanimadi. Nemishqidir so'zlarimga ajablanib ketmadi. Faqat oilamning qayerda ekanligini so'radi. U bolalik vaqtlaridagi shu qarqumcha qizni unutib ketgandi. Yoki men bek o'zgarib ketgandiman. Men sal umidsizlandim. Ammo g'ururim uningga o'zimni tunishtirishga yo'l qo'ymaydi. Sumkamda yog'liq to'qashlarim bor edi. Uni attigalik choyni bila ichishga taklif qildim. Choy ichib o'ltirib, shu ko'l bo'yida bila o'ynaydigan bir o'g'il bola bilan bir qiz bolaning hikoyasi necha qitim og'zimning uchiga keldi. Ammo men bu hikoyani yanada keyinga qoldirdim. U o'zining maktabi, do'stlari, savoqdoshlari to'g'risida so'zlab berdi. Menmu uningga qayta tarbiya elayotgan yezam to'g'risida, savoqdoshlarim orasidagi qiziq ishlar to'g'risida so'zladim. Biz yana tog'dan-bog'dan parang selishdik. Bir-birimizga qarashib, yoshirincha shotlanib o'ltirishganimizning o'zi har ikkimiz uchun olamcha baxt edi. Men ichimda bu safar mangu oyoqlashmasa nima degan yaxshi bo'ladi deb o'ylaydim. Ammo safar nihoyat tez oxirlashdi. Yusuf bizning ko'lning udulidagi bekatga tushib qoldi. Poyezd bu bekatda 3 minutda to'xtaydi. U oldirab yerga tushgandan keyin xuddi muhim bir narsani unutib qolgandek aloqzodlik ichida qoldi. Menmu birdil huduqdim. Biz atigandan beri shuncha ko'p so'zlashibdik-yu, eng muhim ishni unutibdik. Shu asnoda poyezd choqlari g'ijirlab qo'zg'aldi. U poyezd bilan tang yugurib varqirdi. Yakshanba kuni poyezd stansiyada! Uning oxirgi so'zlarini shamol uchirib ketdi. Yakshanbaga yana saq 3 kun bor. 2 kun. 2 kun. Ati yakshanba. Bugun bir kunni qandoq o'tkazsam bo'lar? Shu yakshanba hayotimdagi unutilg'isiz bir yakshanba bo'lib qoldi. Men atigandan tortibla bir xil sarosima oralashgan baxt tuyg'usi ichida yurdim. Qo'lim ishga bormaydi. Heli bir nimalar deb opamning tishiga tegsam, heli singlimning qo'lidagi qo'nchiqini elib osmonga otatdim. Heli talog'i chiqsam, heli yenib kiratdim. Aynakning oldiga qayta kelib, uning ichidagi hayajondan ichki mag'zi onorda qizargan. Ko'zlari sirliq chaqnab turgan. Bo'yniga siyriq harbiychi choponga zodila mos kelmaydigan oq nafs sharpa ortgan qiz bolaga masxara oralash qaraydim. Tillarimni chiqarib, uyat deydim. Kutgan soatlar asta yiqilishib kelmoqda edi. Men poyezd stansiyasiga chopdim. Ammo stansiya bugun boshqachalar cho'ldarab qolgan edi.
Poyizlarning yiroq-yiroqlarga olinib turadigan güdüki, paravozlarning pushqirishi, bir xil ovozda gupildab yurishi, vagonlarning taraq-turqi anglanmaydi. Poyiz saqlash supisidimi odatda mig'ildab ketadigan yo'lovchilar. O yoqdan bu yoqqa chepishib yuradigan poyiz xodimlari ko'rinmaydi. Bir bo'y menga qaysidir bir yerda yo'l buzilib, poyiz vaqasi chiqqanligini, tunugundan tortib poyiz qatnashi to'xtab qolganligini aytib berdi. Menga birdilla yer shari aylanishdan to'xtab, uningdagi hamma narsa o'z o'rnida qaytib qolgandek, hatto tomirlarimdagi qonlarim to'xtab qolgandek bilindi. Yo'q, mumkin emas. Mumkin emas. deb varqirg'um keldi. Ammo o'zimni tutib oldim. Qo'llarimni yonchuqimga silib, bo'sh, shamol huvuldab turgan temir yo'lning ustida maqsadsizla mengishga boshladim. Qorong'u tushishga boshladi. Atrofdagi uylar shalonglab, g'urg'ur cho'l shamli chochlarimni, sharpamni uchratdi. Shamoldan cho'l giyohlarining, qum sheg'ilning, qurumning purqi keladi. Yiroqdagi mahallalardan pildab chiroq yo'riqi ko'rinadi. Ishlarning hovushi anglanadi. Cho'nqir bir umidsizlik ichida ketyapman. Nega, nemishqa ketayotganligimni bilmayman. Uyga herib charchab, ma'yus holda qaytib keldim. Opam mendan ansirab uxlamay o'ltirgan ekan. Chiroyimga shubhilik tikilib, nega borganligimni so'radi. Nimalarni dedimkin, ish qilib uni xotirjam qildim. O'zimning bo'lsa, kechacha uyqum kelmadi. Men poyiz stansiyasiga atsimu, o'ginimi chiqdim. Indini qayta tarbiya elayotgan yeziga yurib ketdim. Oradan 15 kun o'tganda Qo'shining kotibi meni etizliqqa izlab keldi. Shahardan Yusuf ismli bir kishidan telefon kelganligini aytib edi. Xushliqimda qo'limdagi katmani pirqiritib tashlab, uni qo'lidan tutib, qo'noqlikda nech pirqiritib etdim. Atrofimdagi dehqon ayollar voy-voylab qilishdi. Yig'ilqimni mejiqlig'inimcha Qo'shiga yugurib ketib boraman. Ko'nglimda Yusuf meni saqlamay ketib qolarmi degan andisha. Telefonist ayol sirliq kulib qo'yib, telefonni qo'limga berdi. Uningdan Yusufning ovozi keldi. U xuddi olamning nariga chetida so'zlayotgandek edi. Bir hazog'icha ovozimning barcha varqirab, uning bir necha kundan keyin Urumchiga qaytadiganligini, qaytish oldida men bilan ko'rishkisi borligini uqdim. Xushalliqdan, hayajondan qip-qizil bo'lib, ovozimning barcha varqirab uningga "Atili shaharga kirman, tushdan keyin avtobus bekitida uchrashaylik" deb va'da berdim. Taqdir men bilan yana bir qaytim qayrishgan ekan. Telefonni qo'yishimga boydan beri telefonist ayolga qarab yejib, allaqanday shartlarni qilib turgan kotib menga burilib, "Bekor va'da berdingiz. Cho'ng eg'izni kalkin elib ketibdi. Avtobusda emas, ot ulog'mi qatnay olmaydi. Bu ishdan xabarsiz miydingiz?" Devidi, beshimga koltek bilan birini qo'ygandek lassida o'ltirib qoldim. Va ichimda adolatsiz taqdir dunyodagi poyiz voqealari, kelgularning hammasi mo'l qarab turgan bo'lg'imidi deb urdim. Shu chaqda men taqdirimdan oldirab og'rinsam bo'ptikan. Bir haftani qafasdagi qushdek o'zimni har yon urib o'tkazdim. Bir haftadan keyin shaharga kirgan chig'imda opam menga Yusuf ismli bir yigitning meni ishga qaytim izlab kelganligini aytdi. Bekmi ormonda qoldim. Shu kuni kechda uningga xat yozdim. Eng oliy yo'l yo'riq, ittifoqlashib, teximiz zo'r qalblarni qo'lga keltiraylik. Yo'ldosh Yusuf, qandoq ahvolingiz? O'ginishingiz qutuqliq, teningiz salomatmi? Shundaqdu deb o'ylayman va shundaq bo'lishiga tilakdoshman. Menmi obdan turyapman. Maqsadga kelsam, o'tgan qaytim men sizni poyezd stansiyasida oda 3 kun saqlab, vaqtim to'shib qolgani uchun yeziga qaytib kelgan edim. Bu qaytim yana yo'l buzilib qolganligi uchun shaharga kira olmay, sizni saqiltib qo'ydim. O'ylasam kulgim keladi. Xuddi g'oyibona bir odam ikkimizni ko'rishtirmaslikni niyat qilib, tog'larni o'rib, suvlarni boshlab, yo'llarni to'sib turgandek ha. Bo'pti. Kim qayrisi qayrishiversin, bizmi qayrishib baqaylik. Xat yerim didor debdikan. Xat orqali bo'lsa-mu ahvollashib turaylik. Menga xat yozishingizni umid qilaman.
Adresimni poyezdda sizga aytib bergan edim. Esingizdami? Keyingi kunlarim xat kutish bilan o'tdi. Har kuni atiganda ishga chiqishdan avval 2 kilometr yo'lni erinmay besib, Gongshi pochtaxonasini yo'qlaydim. Pochtaxona bu so'g'isidan otlab kirib yetib, yuraklarim do'pildab ketdi. Pochtakashning ifodasiz, muzdek chiroyini ko'rganimda vujudimni bir xil umidsizlik qoplaydi. Muz chiroy pochtakash oxiri menga ich og'ritib qoldi bo'lg'ay. Singlim, siz mundaq avar bo'lib kunda kelayvermang. Xat kelsizla, men vaqtida opirib beraman. Dedi. Ammo men pochtaxonaga kelmay tura olmaydim. Nemishqidir pochtaxona meni yuz bilan bog'lab turgandek bilinadi. Sahar quyoshining illiq nuriga cho'milib yotgan yezining shabnam qurmagan cho'pliklarida tanho ketib yetib, ajoyib tuyg'ular qo'ynida uzatdim. Xiyolimda uni ko'rib, uning bilan pichirlashib so'zlashatdim. Ko'nilar yurak hammani sezidu deyishir ekan. Kim biladi? Oshiqlarning yurakidami shundoq bir xil sezim bo'ladigandu. Ular bir-biridan necha kunlik yiroqda bo'lsa-mu, birining yurakida qaynagan his tuyg'ular yana birining yuragiga ko'zga ko'rinmas yo'llar orqali ta'sir qiladigandu. Hashpashdegacha oktyabr oylarimi o'tib ketdi. Orqadan noyabr, dekabr, yanvarlarmi o'tib ketdi. Men kutgan xatlarning izdirigi bo'lmadi. Bir kuni bir necha do'stlarim bilan birlikda qo'shni atrofdagi bir uyga mehmondorchilikqa bordik. Uy egalari yangi to'y qilgan yosh er-xotinlar ekan. Texi ayoli men bilan ismdosh ekan. Tamoqdan keyin u biz bilan xoli qolganda o'zining bizdagi shaharlik o'qigan qizlarga havas qiladiganligini. Agar o'zining ixtiyorchi bo'lsa, dunyodan to'y qilmay o'tishni xohlaydiganligini so'zlab qoldi. Biz ajablandik. Anglsak, sizlar erkin muhabbatlashib to'y qilib ekansizlar-ku. Er kishining yaxshiligi to'y qilib olguncha, bo'libmi sahroliq erkaklar shundoq. Kuydim pishdim deb qo'lga kirgizib oladi, orqadan xohlagancha urib so'qadi. Ota-onam tak etib chekib boqmagan yolg'iz qiz edim. To'y qilib hafta o'tganda Urumchidan mening nomimga bir parcha xat kelibdi. Xatni o'qib, Urumchida oshnam borkan, meni aldabsan deb urg'ili turgan edi. Hozirgacha besiqqani yo'q. Undaq odamni tonimayman. Bo'lmasa sizga tegarmidim desam ishonmaydi. Ajrashib ketaylik desam texi unamaydi. Dedi Cho'kan ko'ziga liqqida yosh elib. Bu so'zlarni anglab o'ltirib, yuragim qortidi qilib qoldi. Chandurmay kechgacha o'ltirib, do'stlarim bilan birga chiqib ketdim. Ertasi atigandala o'zim yolg'iz kelib, ayol ikkisiga ahvolni tushuntirib xatni elib oldim. U Rasululloh Yusufning menga yozgan xati ekan. Cho'kan qaytadan oldi to'g'ri ko'tirib yig'lashqa. Eri o'zini oqlashga boshlaydi, qarabmi qo'ymay o'z yo'limga ketaverdim. Xo'p bo'ldi ahmoqlar, birovning xatini surishtiribmi baxmay po'kiniga besib yetishgan ekan. Deydim ichimda. Sal nariroq ketishga chidamay xatni ochdim. Ang oliy yo'l yo'q. Ittifoqliq g'alaba qozonishimizning tub kapolati. Yo'ldosh Zuhra, xatingizni topshirib olib, xursand bo'ldim. Mendan ahvol so'ragan ekansiz. Ahvolim yaxshi. Sizga bir xush xabarni aytsam, yaqinda Shanxay Fudan universitetiga imtihon bergan edim. O'tibdiman. O'qtirishmi keldi. Musha hafta ichida yo'lga chiqaman. Aslida uyda tushib qilib, ota-onalarim bilan siz bilan xo'shlashib olish orzuim bor edi. Unda qilsam, boshqa hamrohlarimdan ham o'qituvchimdan ayrilib qoladi ekanman. Yozliq ta'tilda uyga qaytaman. Shu chaqda ko'rishamiz. Uzundan buyon sizdan bir gapni so'rab olgan bor edi. Ikkimizning munosabatini yana bir qadam ilgariltirishga bo'lamdi yo'q. Agar qo'shilsangiz, menga xat yozib bersangiz, mening yangi adresim mana shu. Xushalliq, o'kinish ham andisha oralash ajoyib bir xil hissiyot ilkida qoldi. Xushalliq uzundan buyon orzu qilgan baxtga, muhabbatga erishganimning xushalligi edi. Ammo taqdir meni putlashni texnicha unutib qolmabdi. Men shuncha tashnolik bilan kutgan xat mushu shaharga, mushu Gonshiga kelibdi-yu, mening qo'limga emas, qo'shni kentga bir ayolning qo'liga tushibdi. Bu jarayonda Yusuf yangi saboqdoshlari, jumladan yangi qizlar bilan tanishgandi. Ular orasida ajoyib qizlar bordi.
Onun manga ikkinchilab xat yozmag'iniga qaraganda, balkim qandaq o'ylarda bo'lishimdan qat'iy nazar onunga tezda javob xat yozdim. Eng oliy yo'l yo'riq, kimlar bizning do'stimiz, kimlar bizning dushmanimiz, bu masala inqilobda eng muhim masala. Yo'ldosh Yusuf, sizga yalqonliq salom. O'rganishingiz utuqliqdi. Yangi muhitga, yangi saboqdoshlarga ko'nikmi qolgansiz? Xudoyim bizga mu ashundaq maktablarda o'qishni nasib qilgan bo'lsa, ha? Men yaxshi turdim. Hali ham yezida ishlayapman. Maqsadga kelsak, oktyabrda yozgan xatingizni fevralning boshlarida topshirib oldim. Adres xato yezilib qolganlikdan xat bir necha oy boshqa birovning gunohsiz ayolining nahaq toyiq yeyishiga sababchi bo'pti. Bu mehiliga g'oyibona odamning chaqchiqi bo'lsa kerak. Shunga meni vaqtida xat yozmadi deb o'ylab qolmasligingizni umid qilaman. Xatingizni o'qib xushal bo'ldim. Sizning oliy maktabda o'qish fursatiga erishganligingiz hammamiz uchun baxt. Faqatli yurtingizni, bizni unutib qolmasligingizni umid qilaman. Qolgan gaplarni kelarki xat qilisharmiz. Xatingizni kutaman. Haras, bu qitim adresimni to'g'ri yozing. 2-atrat emas, 5-atrat jumu. Shuningdan keyin Yusufdan xat kelmadi. Keyin uning bir qiz saboqdoshi bilan yurayotganligi to'g'riliq gap so'zlar yetib keldi. Shuncha zarqib kutishlarim, seg'inishlarim, azoblarim hammasi behuda ish bo'lib qoldi. Ammo yurakka buyruq bergili bo'lmaydi ekan. Yurakka shuncha chunqur o'rnashib ketgan. Qon tanga, har nafasga singib ketgan tuyg'ulardan xalos bo'lg'ili bo'lmaydi ekan. Shu oy, shu kunlarda beparvo, xushxuy, o'tgan ishlarni osonla unutib ketalaydigan do'stlarimga havas qilib yurdim. Ko'rinishda chandurmaslik tirishqinim bilan dardimni ichimga elib, ichimdan o'rtandim. Yelimdan g'izo o'tmaydi. Kechalari bir necha soat uxlabla uyg'onib ketdim. Kechalari shundoq uzun, mudhish bilinadi. Yezidagi hayotimning 3-yilini o'ruqlagan, bakmi ruhsiz holatda kutib oldim. Uning ustiga o'sha qishda qayta tarbiyaga tushgan yoshlar orasida umidsizlik, hammadan zerikish kayfiyati avj olgan edi. Hammamizning xiyolida qachongacha mushundoq yuraveramiz. Bizni yeziga tashlab qo'yib, kori bo'lmasmi deydigan andisha tengqosh kezib yuradi. Yo'li borlar har xil amallar bilan xizmat tepib shaharga yo'tkilishga boshladi. Men degan nafiqaga toyinib kun kechiradigan tul xotinning qizi tursam, mening nima amalim bo'lsin? Yezida tikandek yolg'iz qoldim. Opam bechorning yolvurmagan odami, bormagan idorasi qolmabdi. Oxir bizning ahvolimizga ich og'ritgan qo'shnimiz menga bir loyiq tepibdi. U boj idorasida ishlaydigan, bir qitim uylangan 30 yoshlardagi kishi ekan. O'zi shahar atrofidagi bir yezidan bo'lib, oila tarkibi kambag'al ekan. Ota-onasi kichkida o'lib ketibdi ekan. Uning orqasida tortishadigan odamining yo'qligi opamga bekmi yarab ketibdi. Uning ustiga u opamni pat-pat so'g'i salomlar bilan yo'qlab turganligi. Uyning ig'ir yenik ishlarini qilib berganligi uchun bo'lg'usi kuy o'g'il bilan qiynani obdal aplashib qopdi. Bir qitim qaytib kelmaganimda opam bir tarafdan yolvursa, bir tarafdan tillab degidek meni uning bilan ko'rishtirdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Qumliqning tushi nomli asarlar to'plamini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Men uni qayta tepib olgan, chin dilimdan yaxshi ko'rib qolgan edim. Ammo u mening barmoqlarimning orasidan siyrilib chiqib ketdi. Abadiy chiqib ketdi. U endi menga sangimi tava emas. Cho'ng doktor bo'lsa o'ziga, men doktorni tunimayman, xotinni tunayman. Men xotinni kirimni yuydi, tamoqimni etdi deb olgan. Shu tapda g'iding-biding qildigan bo'lsa-chi, men har qaysilarning oldida giliga dassayman uni. Ha? Endi katta odam bo'lib ketdingmi? Sen tutukni, sinirlaringni men baxmadimmi? Men o'qitmadimmi? Endi oshpazligingni qilish menga qoldimi? Uxlamay turib tushib kelma.